kasb tanlash kerak. Shariat halol qilgan kasbni qilish kerak. Harom qilganidan zinhor yaqiniga bormaslik kerak. Shariatda harom qilgan narsalarning hammasini umuman yaqiniga bormaydi musulmon odam. Harom narsalarni ishlab chiqarish, ularni sotish, ularga yordamchi bo'lish, harom kasblarni qilish hammasi mutlaqo mumkin emas. Musulmon inson niyatni yaxshi qilish bilan birga shariat ruxsat bergan kasbni tanlaydi. Ana tanlab olgandan keyin shu kasbni yaxshilab o'rganadi. Men falon kasbni tanladim, misol uchun qassoblik kasbini tanladim deb borib ular qo'yini so'ya olmaydi. Shariatga muvofiq so'yishni o'rganish kerak. Shariatga muvofiq so'yishni o'rganish kerak. O'rganib, yaxshilab oxiriga yetib, ustozi bo'lsa duo berib, "Bolam endi o'zing qilaver" desa, keyin birovga "Men qo'yini so'yib beraman, men qassobman" deydi. Niyatini qilish bilan qassob bo'lib qolmaydi. Yoki duradkor bo'lib qolmaydi. Yoki boshqa bir kasbni egasi bo'lib qolmaydi. Avval kasbni yaxshi egallash kerak. Hozir quruvchilar men qurilishimga odam olib kelay, suvoqchi olib kelay deb chiqsa, odamlar o'rab oladi hammasi. Menga suvoqchi kerak edi desa, hammasi men suvoqchiman deydi. Xo'p, sen yursa qani desa, andavangiz bormi deydi. Uni andavasi yo'q. Uyini qilayotganini andavasini so'raydi. Chunki o'zi kasbi emas uni. Borib shu odamni aldab 3-4 so'mini olib qochish. Unaqa bo'lmaslik kerak. Demak, hunarni, kasbni yaxshi egallab, ana avvallari ustozdan duo olmasdan ish qilmagan. Ustozlaridan duo olib, bo'ldi endi sen yetuk kasb egasi bo'lding, o'zing mustaqil ishlaver endi bolam desa qilgan. Chunki o'zi bilmagan narsani qilaman deb, birovni aldab, ishini buzib, pulini olib, unga zarar yetkazish mo'min insonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi.